Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Salomatmisizlar? Sizlar bilan bugun Italiyada bo'layotgan ishlar haqida ozgina gaplashaman. Xo'p, hammanglarga ma'lumki, futbolga qiziqadiganlar biladiki, Italiyada yana mojaro boshlandi. Sudyalar bo'yicha, VAR tizimi bo'yicha va hokazo va buni hozirgi kunda shunaqa talqin qilishyaptiki, go'yoki Calciopoli 2.0 hodisasi takrorlanadi yangi ko'rinishda deyishyapti. Shunaqa bo'lishi mumkin. Hozircha bir nima deya olmaymiz, balki o'tgan yilgiga o'xshab ishni yopti qilishligi mumkin, chunki o'tgan yili ham Milan prokuraturasi bu ishni ko'targan, lekin yetarlicha dalillar bo'lmagani uchun yopgan edi. Bu yil esa ancha jiddiy ko'tarilgan. Bu safar nishonda Inter jamoasi, chunki o'shan bilan bog'liq holatlar bo'lyapti. Go'yoki Inter o'ziga ma'qul kelgan sudyalarni o'yinga belgilashi kelishgan va hokazo. Rokki, ya'ni o'sha sudyalar federatsiyasining rahbari orqali bu ishlarni qilgan deyishyapti, lekin hozircha yetarlicha dalil yo'q. Undan tashqari o'sha belgilangan sudyalar kelishilgan deyilgan o'yinlarda asosan Inter mag'lub bo'lgan, ya'ni sudyalarning qo'pol xatosi bilan. Endi bu vaziyatda men asosiy ko'rayotgan narsam bu yerda muayyan bir tizimni qayta ko'rib chiqishmoqchi deb o'ylayman. Italiyada o'sha biz bilamizki, 3-marta jahon chempionatiga chiqa olmagandan keyin hech narsaga qaramasdan faqat federatsiyaga hujum boshlashdi va Gravinani ishdan iste'fo qilishini erishdi va yangi kelayotgan tuzum mana shu eski tuzumni butkul chiqarib yubormasdan turib, eski tuzum zarba berishni boshladi deb o'ylayman. Aynan sudyalar mojarosi orqali va shu orqali o'zini o'sha strukturadagi kuchini saqlab qolmoqchi. Albatta bunga UEFA yordam beradi. Agar birinchi guruh o'zini saqlab qola olmasa, demak bu ishda qanaqa holat bo'ladiki, o'sha jazolanadigan anaqalar boshlanadi. Masalan, Inter jazolanadi, aniq. Sudyalar tizimi reformaga uchraydi. Chunki yangi guruh kelsa, eski guruhga UEFA shunaqa qilib zarba beradi va shu Inter B seriyaga tushib ketishi mumkin, yana bir nechta keskin zarbalar berilishi mumkin Italiya futboliga. Lekin shu bilan birga bunga FIFA o'zini reaksiyasini bildirishi mumkin. Men oldin ham aytib o'tganman, hozirgi kunda Italiya futboli ustida UEFA bilan FIFA qattiq jang olib boryapti, chunki FIFA uchun Italiya muhim. Lekin UEFA uchun Italiya qarshi. Aynan Agnellilar o'sha Yevropa Super Ligasini tashkil qilaman degan da'vosi bilan Cheferinlar bilan qattiq kesishib qolishgan edi, to'qnashib qolishgan edi. Lekin bitta narsani aytib o'taman, Andrea Agnellini farzandini cho'qintirgan otasi Cheferin, ya'ni UEFA prezidenti bo'ladi. Lekin shunaqa qalin qadrdonlar bir-biri bilan to'qnashuvga keldi. Mana shu narsani to'lovini to'lashga majburlar. Chunki o'sha Bosniya bilan o'yinda ham juda ajoyib ishlar qilishdi. UEFA tomonidan eng yomon stadion tanlandi. Eng sovuq joydagi stadion bag'ridagi, keyin VAR yo'q, boshqa yo'q, tizimi yo'q bir joy tanlandi. Lekin bularning hech qaysini ko'rib chiqishmadi italiyaliklar. Nimaga desa, chunki ularning asosiy maqsadi federatsiya prezidentining iste'fosi edi. Shuning uchun bu narsalar chetda qolib ketdi, lekin buni inkor qilib bo'lmasdi. UEFA o'zini qiladiganini qildi. Lekin FIFA bundan juda katta usherb ko'ryapti. Yo'q deganda 200 milliondan 500 milliongacha zarar ko'radi butun tizim, Adidas, FIFA, hammasi. Mana shuning uchun ham o'sha Eronning o'rniga Italiyani olib borish nima deydi, gap so'zlari ko'payib ketdi. Undan tashqari hatto Trump ham buni ko'tarib chiqdi deyishyapti. Chunki Italiya diasporasi, ya'ni italyanlar Amerikada juda kuchli, hattoki yevreylardan ham ta'sir doirasi baland va Italiya terma jamoasi u yerga borishi hamma uchun manfaatli. Shuning uchun bu narsa qattiq mojaro bo'lyapti va shu mojaro fonida biz ko'rib turibmizki, yana bitta Calciopoli boshlanishi mumkin. Ya'ni sudyalar bo'yicha muammo boshlandi, tekshiruv boshlandi, prokuratura ishlayapti, tergov boshlandi va xuddi bu o'sha 2006-yilgi ishni boshqatdan bir ko'rinishga o'xshayapti. 20 yil bo'ldi. 2026-yilda mana shu narsa takrorlanishi mumkin. Agar bu ish o'sha men boya aytib o'tganimdagi holatgacha borib taqalsa, Italiyani jahon chempionatiga Trump olib borsa va biza
qaytadan Italiyani yo'q deganda finalga chiqishini, balki jahon chempioni bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Chunki hozirgi FIFA aynan Italiya nima desa bo'ladi, tomonida turibdi. Chunki oldin ham aytib o'tganman, bugungi kundagi jahon chempionatida chempion bo'lishga asosiy da'vogar bu Ronaldo, uning Portugaliyasi, o'sha Tramp bilan ko'rishishlar, undan tashqari boshqa bir nechta guruhlar bor. Lekin Ispaniyalar hozircha chekinishni boshladi, Yamal bormasligi mumkin. Argentina Messi orqali bu ishga yana qarshi chiqishi mumkin va hamma rejalarga qarshi o'sha qora tulpor rejasi ishlashi mumkin. Bu albatta Italiya bo'ladi va FIFA mana shu narsani ishga tushirishi mumkin. Chunki boshqa jamoa Italiyaga o'xshab krepki tizimga qarshi yura olmaydi. Hattoki nemislar ham biz ko'p holatda bilamizki, tizimga qarshi yurmaydi. Hattoki tizim ularga nohaqlik qilganda ham doimiy ravishda sukut saqlashadi. Nemis futboli, umuman Germaniya mana shunaqa pozitsiyada o'ynaydi. Menimcha bular shu UEFAga qarshi borgizligi kelmasa kerak. Hozirgi kunda Germaniyaga qarshi ko'proq harakat qiladi FIFA. Nimaga desanglar, o'sha 2014-yilgi jahon chempionatida Messi jahon chempioni bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha nemislar o'zinikini qildi va o'shandan beri nemislar guruhdan chiqa olmaydi. 2 marta jahon chempionatida qatnashgan bo'lsa ham 2 marta guruhda qolib ketishgan va bu hech qanaqa tasodifiy holat emas. Xuddi Italiyani holatiga o'xshab 2006-yilda Italiya FIFAga qarshi, Blatterga qarshi yurgan edi va uzoq vaqt Blatter tizimdan ketgunicha biz ko'rib turamizki, FIFA Italiyani jahon chempionatlariga yaqinlashtirmadi yoki guruhda 2 baro qoldirib ketdi. Shuning uchun vaziyatlarni kuzatamiz. Juda ham qiziq bo'lishi mumkin va 2026-yilgi jahon chempionati Tramp boshchiligida bizga juda katta shoularni, juda katta bir maskaratlarni va kulgili hamda kutilmagan holatlarni berishi mumkin. Faqat o'sha vaziyat bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqadir qilib Italiyani jahon chempionatiga olib borishligi kerak. Agar Italiya jahon chempionatiga bormasa, boshqa bir qora tulpor tanlanadi. Bu qora tulpor kim bo'lishini hozircha noma'lum. Variantlar ko'p. Inglizlar, qaysidir ma'noda ispanlar va nemislar ham bo'lishi mumkin. Bu asosiy tortadigan holat bu yerda faqat inglizlar bo'lishi mumkin. Ko'ramiz qadrli do'stlar, nima bo'lar ekan? Bu yog'i juda qiziq bo'lishi mumkin.